Nechinchi oray? Ikkinchi oray, ha? 90 plus alfa. Ikkinchi orayda nima aytdingiz? Minusdan 90dan o'zgarmaydi. O'zgaradi. Tangiz nima o'zgarib qoladi? Katangiz? Ayrılır. Nechinchi oray? Uchinchi oray, ha? Pi plus alfa tushib ketdi. Plus minusmi? Plus ekan. Bitta tashlab yuborsam o'zgaradimi, o'zgarmaydi? O'zgaradi. O'zgarmaydi. Demak, tangimizdan alfani o'zgaradi. Qirol nechinchi oray? 4-chi oray 270 yana davomi bor. 4-chi orayda tangingiz minusdan o'zgaradimi, o'zgarmaydi? Assalomu alaykum. Mana bu o'zgaradi. Nima bo'ladi? Katangiz bo'ladi. Temur, nechinchi oray? Birinchi oray. 310 plus yana zarb. Birinchi orayda. Birinchi oray tangiz ishorasi. Birinchi oray ishorasi. Plus o'zgaradimi, yo'qmi? O'zgarmaydi. Tangizdan ayrılır. Nechinchi oray? 2. Mana yo'q. 0 90 yana minusga haqiqat qo'yadi. Birinchi oray tangiz plus o'zgaradimi, o'zgarmaydi? Shuncha o'rgatdi, qara doska qanchasi ketdi. 90 da o'zgaradi. Nima ekan? Xo'sh. Davlat. Nechinchi oray? Yana telefon qilaman. Ikkinchi oray. Bilsanglar, minus alfa. Ikkinchi oray. Ikkinchi orayda tangiz ishorasi minusdan bitta tashlab o'zgaradimi, o'zgarmaydi? O'zgarmaydi. Yana o'zi bo'lib tangiz alfa. Undachi, xo'sh, buni tabiiy. Qo'shamiz. Nechinchi oray? Mana bu haqiqatda ikkinchi oray. Ikkinchi oray tangiz ishorasi plus minus. Plus bo'ladi. 270 tashlasam o'zgaradi. Katangiz alfa. Rasman nechinchi oray? 2p minus bo'lsa haqiqatda 4-chi orayda tangiz ishorasi minusdan 270